O'sha yuragim og'rib kelgan u sohalar hammasi yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukr. Men hushimda yo'q keluvdim. Endi o'tiribman, mana ko'chalarga chiqib kelyapman. Bemalol hamma joyga aylanib kelyapman-da. Biroq men shabadalab turardim-da qishlarda. Keyin nafas chiqib o'tdi. Bu yerga kelib, har 6 oyda kelib, hamma kasalligim bo'yicha davolanib ketaman. Hozir yaxshiman. Men Grija Astraxandros bilan keldim. Dushanba kuni mana 10 kun lecheniya olyapman. Allohimga shukr, yaxshi bo'lib, sog'lom bo'ldim. Endi ertaga Xudo xolasa javob berishmoqchi menga, mana shu yerdagi doktorlarimizga, hamshira qizlarimizga, hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Sharoitlari juda zo'r. Vaqtida ovqatlarni beradi, choylarini, ukullarimizni. Men bundan xursandman. Men chetdan shifo topib ketyapman. Xudoyberdiyev Yoqubjon kasbim o'qituvchilik. Bir necha yillar mobaynida o'qituvchi sohasida ishlab, keyin shu bir mazam lecheniya oldim va ilgari qanday bo'lsam yana o'shanday holatga keldim. Men Usmonjondan juda ham minnatdorman. Sog' salomat ishlarni rivoji bersin, martabasi ulug' bo'lsin. Bundan keyingi ishlarda rivojlanayman. Jarayonda hamma narsalar o'rnida. Xonalar hammasi jihoz bilan, yotoqlar ham, televizor ham, tualetlar, suvlar hammasi xonaning ichida. Klinikada ishlayotgan barcha shifokorlarga sihat salomatlik tilayman. Ishlari rivoji bersin, martabasi ulug' bo'lsin. Hammalarining ishlari zo'r. Kelib davolanishlaring hammalaringga omonlik tilayman. Hammalaring sog' salomat bo'linglar.